O'rta Osiyo davlatlarining mustaqillik orqa ko'rinishi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Zamonimizda kishilardan dunyoda tinch yo'l bilan mustaqillikka erishgan davlat qaysi deb so'rasangiz, kishilar barmoqlar bilan O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq davlatlarni ko'rsatishdi. Lekin mohiyati ishlar kishilar deyishayotgandek emas. Bu so'zimizning isbotiga ko'ra yanada tarix batlariga murojaat qilamiz. Issiq dengizga va g'arbga bo'lgan yurishlarning ishga hisoblangan Afg'oniston strategik, jug'rofiy va geopolitik afzalligi tufayli tajovuzchi jahongir davlatlarining ko'zlari bu zamindan hech ayrilmadi. Rossiyaning issiq dengizga o'tishga to'siq bo'lgan Afg'oniston uzun yil mobaynida rus ishg'olchilariga qarshi kurashlarni davom qildi. Ayni yillarda dunyoda Sovet ittifoqi va Amerika boshliq ikki cho'ng kuch bo'lib, bular o'z zamonasida so'g'uq munosabatlar urushi ichida siyosiy janglarni davom qilayotgan va har zaman raqibidan ustun kelib, dunyoga g'uj bo'lish istikida harakat qilayotdi. Sovet ittifoqi dal shu istak turtkisida Afg'onistonga tajovuz qilib kirgan edi va Afg'onistonni ba'zi qilib turib, Pokistonni egallab, Karachi portini qo'lga kirgizish orqali urush paraxodlarining qish-yoz bemalol harakat olib berishini kapolatga yig'ilishni o'ylaydi. Chunki Rossiyaning dengiz rayonlarida qishda to'nglab yerim palaj holatga keladi va O'rta Sharq rayonini kontrol ostiga olish uchun shu zamonlarga yaqin harbiy porti bo'lishi muhim edi. Bu orqali O'rta Sharqdagi neft ishlab chiqaruvchi Saudiya Arabiston, Oman, Kuvayt, Eron va boshqa davlatlarni kontrol ostiga olib, dunyoning neftining aksar qismini qo'lga kirgizib, dunyodagi darajadan tashqari cho'ng kuchga aylanish orzusini amalga oshirib, yer sharini yolg'iz boshqarishni, kommunizm ideyasini butkul dunyoga yeyishni planlayotdi. Albatta buningga Amerika, Pokiston, hatto Xitoymi, hatto butkul dunyo qarshi chiqadi. Shunga bu Qizil armiyaning tushini Afg'oniston tuproqlarida barbod qilishga qaror bergan har qaysi hukumatlar Afg'oniston ziminiga saldak o'q-dori yordamini to'kishga boshladi va Afg'oniston jihodiy farz ayinda Saudiya, Pokiston va boshqa ellarda ochiq xutbalarda da'vatlar yurib ketdi. Bu kofirlar nima degan sharmanda? Halbuki hozir butkul dunyoning har yerda, jumladan Sharq Turkistonda, Berma, Kashmirda, Falastinda va Sham qatorliq zaminlarda har kuni musulmonlar qatlam bo'lyotdi. Nimaga bugun xutbalarda jihad to'g'riliq va'z etgan imomlar zindonlarda? Asli hozir ularning siyosiy manfaatiga to'g'ri kelmaganda. Ular shunchalik makr qilsa-mu, buning foydasi musulmonlarga bo'lgan edi. Minglab mujohidlar dunyoning har qaysi joylaridan Afg'oniston zaminiga kelishga boshladi. Hatto Saudiyadan Pokistonga keladigan aeroplan bileti haqsiz edi. Ba'zi kishilar aytayotgandek, cho'ng davlatlarning kuch sinishish maydoniga aylangan deyilsa-mu, Afg'oniston xuddi cho'ng bir bozorga o'xshash, tijoratchilar hammasi o'z mahsulotini bozorga silab, hamma o'z foydasini qozonyotdi. Mujohidlar islomning foydasi uchun kurash qilsa, boshqa guruhlar parda orqasidagi rahbarlarning siyosiy irodasini amalga oshirish uchun kurash qilyotdi. Lekin bir nuqta aniqki, o'rtaq dushman sobit Sovet ittifoqi edi. Bir 1979-yili Rus askarlarining Afg'oniston ziminiga kirishi bilan Afg'on-Rus urushi boshlandi. Yengilmas deb atalgan Qizil qo'shin Afg'on mujohidlari tomonidan o'yilmagan javobga erishdi va 1989-yili Afg'onistondan chekinishga majbur bo'ldi. Bu 10 yil ichida necha minglagan askarlari halok bo'ldi va 50 milliard dollarlik urush chiqimi Sovet ittifoqini qattiq alsiratgan edi. Urush tugaganda bo'lsa, Sovetlarmi tugadi. Musulmon Afg'on xalqi va mujohidlar yolg'iz Sovet ittifoqini emas, balki kommunizm ideologiyasini Hindiqush tog'laridan serib, ruslarga odamdek yashash fursatini elib kelgan edi. Yemirlash boshlangan va kommunizm tarix sahnasidan o'chirishga boshlagan edi. Alloh taolo yer yuziga patmagan bu mutakabbir qo'shinni ojiz bir qavm qo'li bilan mag'lub qilgan edi. Afg'onistonda musulmonlarning qahriga uchragan kommunizm 2 yildan keyin 1991-yili tamoman yiqildi va O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq davlatlardagi islom uyg'unish harakatlarining purg'ini sezgan Sovet ittifoqi Afg'onistonda musulmonlardan yegan qattiq zarbadan keyin yana qayta urush batqiga petib qilib, o'zlari besib olgan zaminlarni emas, hatto hokimiyatining tavrab qilishiga bo'lgan xatarni sezgan ruslar darhol o'zlari tarbiyalab yetishtirgan odamlarni O'rta Osiyodagi davlatlarga boshliq qilib, mustaqil bo'lganligini jakarlab, siyosiy, harbiy, iqtisodiy jihatda o'zga beqindi holatni saqlab qoldi. Lekin haqiqatni tushunmagan ba'zi kishilar O'rta Osiyo davlatlari tinch yo'l bilan mustaqil bo'ldi deb jar solmoqda.
Asli buning kaynida minglagan g'ayratlik, shijoatlik, qahramon mujohid afg'on xalqining va ularga yaqindan yordamda bo'lgan arab, ajam, musulmonlarning shahidlarining qoni bor edi. Mana bu jihodning barakatidan majburlab dinsizlashtirishga uchrayotgan, dini, milliy kimligi ig'ir darajada tahdidga uchrayotgan O'rta Osiyo musulmonlari bir oz bo'lsa-mu ozodigarchilikka chiqqan edi. Lekin bu mustaqillik haqiqiy bo'lmaganlik uchun musulmonlar yanada azobli kechmish ichida. Abdukor aka, mana hozir yangi siyosat e'lon qilindi. Bu siyosiy islohotlar siyosati. Shunga o'z munosabatingizni bildirsangiz. Albatta dinga nisbatan bo'ladigan muomalani o'zgartirish kerak. Shuncha kungacha bo'lgan holat bu qoniqarli emas, balkim juda ham bir dahshatli voqealarni guvoh bo'ldik. Hatto endi aytishga o'rinli bilaman, agar biroz noqulay bo'lsa ham, lekin o'sha sobiq Sovet imperiyasi davrida ko'rilmagan holatlarni biz shu mustaqillikdan keyin ko'rdik. Diniy aroblarga nisbatan qattiq tazyiq, ularni ko'pchiliklarini nohaq qamash yoki o'g'irlab ketish, bu narsalar o 40-50 yillik davomida, oxirgi 40 yillar davomida o'sha butun dunyoga yovuzlik imperiyasi deb tanilgan Sovet imperiyasi, kommunistik rejim davrida ham bu ko'rilmagan edi. Mana hozir endi ko'rganingizdek biz shu 5 yildan buyog'da ancha-muncha narsani ko'rdik. Endi bu narsalar o'zgarishi kerak. Hadeb shunday davom etaverishi mumkin emas. Bu din hayotning eng asosiy qismi. Ya bo'lmasa bir bo'lagi deyishadi. Masalan, dinga sal pastroq nazar bilan qaraydiganlar. Bu din juda ham bir muhim omil. Bunga qo'pol muomalada bo'lish keyin shu qo'pollikni keltirib chiqaradi. O'sha bir Amerika ovozidan bergan eshittirishdagi gap qulog'imda qoldi. O'zbekiston hukumatı diniy fanatizm, fundamentalizmga, ekstremizmga qarshi kurashyapmiz deb sodda, oddiy, pokiza dindorlarga qarshi kurashni boshlab yubordi. Afg'oniston jihodi bilan musulmonlar tuproqi himoya bo'lib, musulmonlarning jini, meli, izzati saqlanib qoldi. Kommunizm dinsizlik ideologiyasining yer yuziga kengayishining oldi olindi. Bu 10 yillik Afg'oniston jihodi nurg'unlagan mujohidlarni, tajribali qo'mondonlarni yetishtirgan edi. Kelgusidagi quriladigan islomiy davlatning qurol kuchi asosi hozirlangan edi. Musulmonlar jihad ibodatini qaytadan tirildirib, izzatni his qilishdi va jihad bilan monument degan mutakabbirlarni halok qilg'ili bo'lganligini tunidi. Afg'oniston jihodi cho'ng davlatlarning manfaat talashish, siyosiy jangi buningdan uzoq turish kerak, behuda o'zini halok qilmaslik kerak deb qarayotgan kishilar Afg'onistonda Sovet ittifoqi chekinib, 7 yildan keyin Mulla Muhammad Umar boshchiligidagi islomiy imoratning qad ko'targanligiga guvoh bo'lishdi. Mana bu jihodning barakati, mana bu qurolli inqilobning natijasi edi.